们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Sekila Asghan。今天我们要学习的是第9单元的目标大本营啊，第9单元的第一部分的目标大本营，我们一起来看一下。首先是词义辨析。那今天的是什么呀？保护和维护。保护bilan维护那我们一起来看一下。保护呢有2个意思啊。保护呢Birincisi对具有特殊价值啊，对具有特殊价值，如历史价值、文化价值等，那就是说alayda这个kıymeti var. Mesela ya tarihte ya ki medeniyet kıymeti demdo的人文景观şundak bir 人文景观 ya ki bu是遗迹的保护啊，就是说alayda kıymeti var нәрселерге мәнзір боламды яки болмаса қалдырып қойған нәрселер болсын, шуларны қоғдап, 特别是对建筑环境的保护, яғни құрылыс мұйытларға қарта болған қоғдашны 保护 дейді екенбіз. Мәселен, мен misal деймін, 我们一定要保护环境. Біз çoğun мұйытны қоғдышымыз керек. 保护环境的，对吧？第二个呢，每一个中华儿女都有，her中华kız oğullarımız 都有吧？你们保护好我国历史文化遗产的义务devletimizdeki tarihi medeniyet miraslarını qoğdaydigan mecburiyetimiz var депті. 那第二个保护呢，ikinci manisi 爱护 asrash， 以免受可能这个遇到的伤害。那onu asrab başqalarınki zahmlandirib qo'yishidan qo'g'diganni 保护deydi ekanmiz. Bu asosiyatdan nimaga qarta deymiz? Harakatga qarta olab ma'noda va o'sha harakat orqali uni qo'g'diganni 保护deymiz. 比如说妈妈拼命保护着孩子, ona can tikib turib balasını qo'g'dayotdi. 警察会保护我们, saqchilar bizni qo'g'daydi debdi. 好，这个呢是保护。那维护是什么呢？它也是2个。一个是在有限条件下，那就是说进行不包括你们的修理工作在内的例行检查，就是说yasash o'ngshash degan narsalarni o'z ichiga olmagan shakldagi tekshirish 是吧？例行检查，然后一般勤务和简单的排除故障工作。那odatdagi bo'lgan mındaq tekshirish andan keyin oddiy bo'lgan to'salg'ularni 或者说是 masalalarni hal qilgan vaqtimizda 维护deydi ekanmiz. 比如说工厂里的这些机器都需要定期维护. 那 zavoddagi bu mashinalarni qanday qilishimiz kerak? Vaqtida 这个 asrab turishimiz kerak demek ekan. 第二个呢，它主要负责系统维护. U asosiyatdan mushu sistemini qo'g'dashga mas'ul debdi. 那在这个地方，这个维护指的就是说kichik ushak-tushak mundaq masalalar chiqqan vaqtida ularni yo'q qilib turib mundaq asrab qo'g'dab turganni 维护deydi ekan. İkincisi de 以说话人或行动保护, 以说话或行动保护. Gap so'z yoki bo'lmasa harakat orqali qo'g'dash. 那侧重于言论 asosiyatdan mushu gap so'zga bakrak gap so'z tarafga qarab mangdi ekan. Masalan, 我们一定要学会维护自己的权利. Biz cho'qim o'zimizniki huquqimizni qo'g'dashni bilishimiz kerak. 他说这么多都是在维护你呀. U bunda so'zlaganlarning hammasi shu sizni qo'g'dayotgani u. 好，那就是说保护bilan 维护ikkisi har birisininki ma'nosi ikkidan bo'lib qo'yadi. 保护
那就是 qo'g'dash 嘛，维护么 qo'g'dash， 保护的它侧重于 harakat 行动动作啊 harakat orqali qo'g'daganni 保护 gap so'z jihatdan bakrak gap so'z jihatga qarab mangan vaqtida uningga维护啊 uningga 维护 andan bu birinchi farqi ikkinchi farqi qimmati bor narsani biz qo'g'digan vaqtimizda 保护deydi ekanmiz那这个 Mesela muhitni qo'g'dash degandek bu yerdagi bu muhit qimmatmi bu qimmati bor deganimiz是有价值的意思啊有价值的意思然后这个维护呢它一般指的是一种这个一般怎么样啊一般勤务简单的排除故障就是 azroq ushaq chekmaslar bo'lsa yo'q qilib ana degan manda qo'g'dab turganni uni 维护 masalan sistemalarni qo'g'dash degandek那再比如说 ko'pincha konkret narsalarga odatda biz 保护ni ishlatamiz abstraga to'lab mangan vaqtida ko'pincha 维护 bo'lib manadi好那我们呢来看一下这个跟老师一起来读一下啊我们一定要保护环境我们一定要保护环境每一个中华儿女都有保护好我国历史文化遗产的义务每一个中华儿女都有保护好我国历史文化遗产的义务妈妈拼命保护着孩子妈妈拼命保护着孩子警察会保护我们警察会保护我们维护工厂里的这些机器都需要定期维护工厂里这些机器都需要定期维护它主要负责系统维护它主要负责系统维护我们一定要学会维护自己的权利我们一定要学会维护自己的权利他说这么多都是在维护你呀他说这么多都是在维护你呀好这是我们的词义辨析那下面呢我们来看一下词句例式今天的词句例式呢有千万怎么会呢然后为什么什么着想一共是3个那第一个千万首先千点们万点不是那千万它本身就有一个什么意思呢这个地方告诉我们形容数目极多就是说 sanı naydı köp diye manası var yani birinci manası就是 sanı köp mesela bu şu kurmanlıgan deyli bu kurmanlıgan aileninki baxti bilan münasebetlik或者说baxti bilan taqışıdı desek 这关系到千万家庭的幸福这关系到千万家庭的幸福那再比如说癌症他nurgun adamninki hayatını yok qildi那我们就可以说癌症夺走了千万人的生命癌症夺走了千万人的生命再比如说呢咱们有一个这个小节放假的时候啊比如说那种什么11呀5·1呀的这个时候我们很多人都会去干什么呢都会去旅游非常非常的多那这个时候咱们就可以说比如说11期间会有千万游客来到这里11期间会有千万游客来到这里那意思就是来到这里的这个游客数目非常的多点也吧那么为了千万劳动人民的利益很多人献出了生命永不放弃 мәңгі vazgeçmezlik
这句话我在心里默念了千万遍。Bu gapni men ichimda kurman qildim o'qidim。好，这个呢是千万能birinchi ma'nosi就是 kurman qildim nurg'un qildim degan表示非常的多。ikkinchi ma'nosi表示务必恳切叮咛，那就是说，那就是cho'qim shunda ilaqi cho'qim shunda qiling degan vaqtimizda千万deydiganmiz。那u vaqtida ju其实这个叮咛qarshi tarafga mushu ilaq nima deymiz nasihat qilib bundaq qiling undaq qiling degandek bu ikki xil bo'lib qoladi va ma'lum bir ishni cho'qim qiling desak cho'qim va cho'qim degan vaqtimizda千万要deymiz。要qaytilgan chaqda bu ishni siz cho'qim qiling degan bo'ladi。千万不要yoki bo'lmasa 千万别 desak那就是bu ishni cho'qim qilmang ya'ni biz odatda hargiz qilmang deb turib deymiz。那就是说千万呢它后面是可以加两种，一个是要，一个是不要。千万要bo'lsa cho'qim qiling，千万不要bo'lsa那就是 hargiz qilib qolmang degan ma'noda。那bunga biz bir misol olib baksak, masalan imtihon bergan vaqtimizda cho'qim va cho'qim bak ehtiyot qiling, bak diqqat qiling degan bo'lsak，考试的时候你千万要注意，千万要注意。比如说 xatni xato yozib qo'ymang desak，不要写错字desak bo'ladi。考试的时候你千万要注意，不要写错字这是cho'qim qiling。yana masalanga biz mushu qatnash qoidalariga cho'qim bo'ysunaylik degan bo'lsak，我们千万要遵守交通规则，我们千万要遵守交通规则deymiz。那hargiz qilmang degan bo'lsak-chu, hargiz qilmang degan vaqtimizda 千万别 yoki bo'lmasa 千万不要dedik-ku。比如说ota-onamizningki umidini hargiz yerda qo'ymaylik desak， 千万不要辜负父母的期望。或者说ota-onamizningki bizga bo'lgan umidini desak， 千万不要辜负父母对我们的期望deymiz。千万不要辜负父母对我们的期望。然后呢yana masalanga u bir aldamchi hargiz uning aldam xaltasiga tushib qolmang desak， 他是个骗子，你千万别上当了。他是个骗子，你千万别上当了desak bo'ladi。endi kitobdagi misol qarab boqaylik。这件事你千万别忘了。bu ishni hargiz unutib qolmang。这件事你千万别忘了。ikkinchisi做人千万要厚道。那 odam degan qanday bo'lishi kerak， 就是说samimiy bo'lishi kerak， andan keyin bunda fazilatli bo'lishi kerak degan gap。做人千万要厚道。好，这个呢千万别是 hargiz， 千万要degan cho'qim degan gap。那第二个呢是怎么会呢？怎么会呢？ qandaqmi bo'lsin, qandaqmi mundaq bo'lsin desak, shunda bo'ldimi bo'lmadimi? Bo'lmaydi, undaq bo'lmaydi demekçi。这也是一个反问句qaytarma savol jumla。表示呢不会这样。demek bunda bo'lmaydi demekçi。怎么会呢degandek。Masalan, men sizga shunda amroq tursam, qandaqmi sizni tashlab ketay？ 意思就是说sizni hargiz menga tashlab ketmayman degan bo'lsa， 我这么喜欢你，怎么会离开你呢？我这么喜欢你，怎么会离开你呢？desak bo'ladi。Andan keyin yana masalanga siz menga shundoq yaxshi muomala qilyapsiz, men qandoqmi sizga ishonmay? 你对我这么好，我怎么会不相信你呢？你对我这么好，我怎么会不相信你呢？ deganda。那就是说，men qandaqmi sizga ishonmay
那demek ishinaman demekçi我会相信，我相信你demekçi。那我们呢看一下这个地方的例子，我怎么会生你的气呢？我怎么会生你的气呢？ Man qandaqmu sizden xafa olay， 那意思就是 Man sizden xafa bo'lmadim， 我不会生气的意思啊，我不会生你的气。那第二个呢，妈妈怎么会不管自己的孩子呢？ Opsi qandaqmu o'ziniki balasi bilan kari bo'lmaydi， 那意思就是 Opsi 会管孩子cho'qim o'zining balasi bilan kari bo'ladi， tashlab qo'ymaydi demekçi。ishqilib怎么会呢 qandaqmu munda bo'lsin desak， 那意思就是说 mushundaq shu mushtaq shu ayaqi bu nimday emasliqi qarma qarshi tarafdagi masalan 我怎么会不喜欢你呢 man qandaqmu sizni yaxshi ko'rmay， 意思是 man sizni yaxshi ko'raman demekçi， 就是bu xil ish yuz bermaydi demekçi。好，这是怎么会呢？明白了吗？我怎么会不明白呢 man qandaqmu tushunmay deganday。第三个，为什么什么着想，那就是表示为某人或某事的利益，那就是说 ma'lum bir odam yoki ma'lum bir这个 ishlarninki manfaatida turib o'ylangan shu shu manfaatida turib bir ish tutgan vaqtimizda为谁谁谁着想，那iliqi sen uchun bu uchun deb qo'yamiz-ku， 为谁谁谁着想degandek。那比如说咱们举个例子。Mening qilgan bu ishlarimning hammasi sen uchun desak， 我所做的这一切都是在为你着想。我所做的这一切都是在为你着想。deymiz。Men balam uchun o'ylamasam kim uchun o'ylayman？ 我不为孩子着想，为谁着想？我不为孩子着想，为谁着想？deganday。那 kitobdagi misolga qarab boqaylik。父母千叮咛万嘱咐，都是为孩子着想。ota-onalar kurmun qitimlab bizga tapilab anda qil bunda qil tapilatma叮咛嘱咐deganimiz就是tapılash。o kurmun qitim tapılganlarning hammasi shu bolalar uchun bolalar uchun o'ylayotidi, bolalar uchun o'ylag'ini desak bo'ladi。我做这些还不都是为你着想啊？men bu ishlarni qilganim shu yanıla sen uchun o'ylag'anim-ku deganday。为palonchi palonchi着想就是bir odam uchun o'ylash， 那uning manfaatida turib o'ylash。好，那咱们tugabdi，跟老师呢一起来读一下。为了千万劳动人民的利益，很多人献出了生命。为了千万劳动人民的利益，很多人献出了生命。永不放弃这句话，我在心里默念了千万遍。永不放弃这句话，我在心里默念了千万遍。这件事你千万别忘了，这件事你千万别忘了。做人千万要厚道，做人千万要厚道。我怎么会生你的气呢？我怎么会生你的气呢？妈妈怎么会不管自己的孩子呢？妈妈怎么会不管自己的孩子呢？父母千叮咛万嘱咐，都是为孩子着想。父母千叮咛万嘱咐，都是为孩子着想。我做这些还不都是为你着想啊？我做这些还不都是为你着想啊？对不对？下面呢，表达方式啊，这个表达方式今天我们要学的是感谢，yani rahmat etish。Boshqalarga rahmat etgan vaqtimizda, ya'ni o'zimizniki minnatdorligimizni bildirgan vaqtimizda, "谢谢"dan boshqa gap nima deyishni bilishimiz kerak. Unda bo'lsa, qanday rahmat etilgan gaplar bor, shu qanday ahvollarda nima deymiz? 那咱们呢就把这个地方的这些句子一个一个看一下啊。
太谢谢你了，哎呀，bek rahmat sizga，太感谢了，bek rahmat，真是感激不尽。真是感激不尽deganimiz就是说iliq bu minnatdorligim iliq tugumas minnatdorlik demdik也是 bek rahmat demekçi， 多谢 ko'p rahmat， 这个非常简单。然后呢ostidagisi就是iliq tekerrur so'zlarni qaytib so'zlaganimiz。要是没有你的帮助，我都不知道该怎么办了。Agar sizning yardamingiz bo'lmagan bo'lsa, men qanday qilishimni bilolmay qoldim。真不知道该怎么感谢你才好。Sizga qanday rahmat aytsam bo'lar demakchi ha。总是让你破费，我真过意不去。Har qatim sizni chiqimdor qilaman。破费deganimiz chiqimdor bo'lish ha。我真过意不去。Ajab xijil bo'ldim. Demak balkim sizni mehmon qilganda yo sizga bir narsa olib berganda, shunday desangiz bo'ladi。多亏了他的理解。要不我怎么能安心工作呢？Uningki tushunishi bo'lmagan bo'lsa, men qandaqmi xotirjam xizmat qila olmayman. Demak, bu yerdagi u balkim ayolidu yo qiz do'stidu, xizmatini to'g'ri tushundi, andan keyin qo'llab berdi, andan keyin bu odam yaxshi xizmatini qilib ketib bordi degandek. Shu gapni ayolingizga berib desangiz bo'ladi. 你的好我会永远铭记于心。Sizningki yaxshiligingizni men mangu yuragimda saqlayman。千言万语都表达不了我的感激之情。har qandaq gap so'z， 这个千言万语deganimiz就是说yuz minglagan, kur minglagan gap so'z, lekin har qandaq so'z demakchi. Har qandaq gap so'z meningki bu minnatdorlik hissiyotimni ifodalab berolmaydi deydi。就是说sizningki qilgan yaxshiligingizga har qandaq gap oz keladi demakchi。滴水之恩，来日我当涌泉相报。Sizning yaxshiligingizga men cho'qim javob qaytarman。这是一个很好的做法哈。最后一个呢，谢谢你帮我度过难关。那么shu qiyin o'tgandan o'tkazib qo'yishingizga rahmat。其实这些东西都是我们平时都会用到的，也会说到的东西啊，把它学会，学会öğrenittinglar，该背的就背掉啊，yodlaydiganni yodlab。endi avval o'qishni o'rganing，跟老师一起读。太谢谢你了，esiyatningizni unutib qolmang啊！太谢谢你了，太感谢了，太感谢了，真是感激不尽，真是感激不尽，多谢。多谢。hozir qilgan gapimdan qarasaqchi, mushu qaysi mandarak chiqdi ekan? 多谢 deganimiz mandarak chiqdi va lekin bu shu anglagan chaqdimichu 多谢 degan vaqtida ya bek kichik bir ish bo'ldi bu. 多谢 deb qo'ysak bo'ldi. Andan keyin ya bo'lmasa shu agarda buni cho'ngroq ish bo'lib qolgan bo'lsa 多谢 deb qo'ysak odamning ko'nglini bir xil qilib qo'yamiz, chunki. 下面呢，要是没有你的帮助，我都不知道该怎么办了。要是没有你的帮助，我都不知道该怎么办了。要是没有你的帮助，我都不知道该怎么办了。真不知道该怎么感谢你才好，真不知道该怎么感谢你才好。总是让你破费，我真过意不去。总是让你破费，我真过意不去。要操纵的那种感觉啊，我到为啥不买的去吗？继续，多亏了他的理解，要不我怎么能安心工作呢？多亏了他的理解，要不我怎么能安心工作呢？你的好，我会永远铭记于心的。你的好，我会永远铭记于心的。千言万语都表达不了我的感激之情，千言万语都表达不了我的感激之情。滴水之恩，来日我当涌泉相报。滴水之恩，来日我当涌泉相报。谢谢你帮我度过难关，谢谢你帮我度过难关。
然后这个地方呢，我想再给同学们说一下啊，yana azroq bir narsani deb qo'ysam, bir odamga rahmat demoqchi bo'lgan vaqtingizda, shishega qaraganda, shishe niye desangiz texmo mushu samimiyligingizni bildirdi. Shuningga keyingi niye degan xatni qitib qo'yishni unutib qolmang, ha. Qo'yilma? Endi 最后一个我们的看一看，学一学。Nima bugun deganmiz正见kinishkilari, arxilariyangiz kinishkilarni bugun deganmiz. Birinchisi 户口部debdi. 户口部deganimiz nupus defteri. 身份证deb qo'ydik-ku. Kimlik, kimlik. 居住证deganimiz o'ltiraqlashish kinishkisi. 那结婚证deganimiz uylanish kinishkisi. 出生医学证明, 其实buni biz odatda tug'ilish isboti deb qo'ydik. Enga to'liq atalgancha nima deymiz? Kinilkilik tug'ilish isboti. 计划生育光荣证, 计划生育 planliq tug'ut 光荣, sharaf andan keyin 证在这个地方应该是 guvohnomasi. 然后残疾人证deganimiz miyiblar kinishkisi. 不动产权证deganimiz ko'chmas mulk huquq kinishkisi. 土地使用证 yer ishirtish guvohnomasi. 然后呢学生证那就是o'quvchilar kinishkisi, 是吧？然后借书证是 kitob oriyatga ilish kinishkisi. 驾驶证 aydash kinishkisi. 行驶证 yo'l yurish kinishkisi. 营业执照 tijorat kinishkisi deganday. 那amsini deb bo'ldik, 跟老师一起来读一下啊，读一下。户口部，户口部，身份证，身份证，居住证，居住证，结婚证，结婚证，出生医学证明，出生医学证明，计划生育光荣证，计划生育光荣证，残疾人证，残疾人证，不动产权证，不动产权证，土地使用证，土地使用证，学生证，学生证，借书证，借书证，驾驶证，驾驶证，行驶证，行驶证，营业执照，营业执照。好啦，那我们学完了。那今天的作业一样的啊，我表达方式和 dialog düzümüz， 按照你跟前面那个千万是吧？千万怎么会呢？为什么什么着想要造句，然后把这些证件所有的名字啊名称都把它记住了啊。kelar qatam mundaq kinishkiniz desa-chu, mundaq kinishkinda o'tadi-da, shu zaman inkos qila oladigan bo'linglar, juma. 好，那时间差不多了，那我们今天的课就先上到这里，我们下一期再见。